Men senga dunyoda hech kim aytmagan haqiqatni aytaman. Nima uchun maktabga yuborishadi? Maktabga borish majburiy. Lekin nimaga hamma yoqda propaganda, maktab bullshit, maktab yomon, maktab befoyda? Chunki bu propagandani tiqayotgan insonlarga boshqarish muhim. Kimni boshqarib bo'ladi? O'ta aqlsiz insonni ham boshqarib bo'lmaydi. Poy kerak emas ularga. O'ta aqlli ham kerak emas, o'ta aqllini ham boshqarib bo'lmaydi. O'sha uchun ular o'rtada ushlashadi. Ya'ni seni maktabga borishing majburiy, o'qishing majburiy emas. U yerda intizom o'rgatiladi. Ya'ni qoidalarga bo'ysunuvchi qilib tarbiyalashadi seni, aqlingni emas. Aqlni tanlashing o'zingga bog'liq. Shuning uchun tushun, aslamni ularga bilim olishing emas, aslamni seni band qilish muhim. Keyin kelajakda senga mana bu yoqdan yur, mana bu yoqdan yur deb senga tushuntirib berishadi. Ishon, haqiqat qachon bo'ladi? Haqiqat aslida kuchlar teng bo'lsa, manfaatlar teng bo'lsa, o'shanda bo'ladi. Kuchlar hech qachon teng emas. Ular nimani haqiqat deb bilishsa, o'shani haqiqat deb bizaga singdirishadi. Ishon, ular buni uddalashadi.